Toshkent kimyo xalqaro universiteti. Bu kimyo sohasiga tegishli emas, faqat shu institut nomini qo'yishda shu Kimyoxon Oya degan kishi bo'lgan ekanlar, ayol kishi. Ana shuni nomini kiritish bo'lgan ekan xolos. Bu yerda boshqa sohalar, mashinasozlik, qurilish, arxitektura, hamshiralik va boshqa yo'nalishlar mavjud ekan. Joylashuv Namangan viloyati, bu tomonda imtihon markazi yuksalish yo'li, chustdan kelishda o'ng tomonga kirganda juda katta